Qilish usuli intayin oddiy. Ham oilada qilishga mos keldi, ham do'konlarga qilib setishga mos keladigan bir pechenye olib keldim. Diqqatinglar videoda bo'lsin. Bunun ketadigan materiallar avval duxovkada pishirib olgan 300 gram atrofidagi xasam yog'izni o'g'itib tayyorlab olamiz. Qanday usulda o'g'itsanglar bo'ldi, u holat kelish kerak. Uningga o'rik mig'iz talqindan 150 gram, kokofin 15 gram silib, buni yaxshi aralashtirib olgandan keyin talqon holatga keldi. Buningga muvofiq miqdorda eris va yoki asal aralashtirib, buni yaxshi mijib, mushtaq mijilib birsi-birsiga birlashadigan holatga kelguncha qo'ysanglar bo'ldi. Bak suyuqqa bassanglar yaxshi bo'lmaydi. Buni ma'qul holatda mana suvliq qilmizda cho'ng kichikligini o'zinglar tansanglar bo'ldi. Men dagay birsini 15 gramdan qildim. Eritib olgan shokoladlarimizga milab mushnondek usulda merini, undan keyin 2 cho'risini, ya'ni yargan qimimizning o'g'itib olganiga tekshi chaplab turib, mushundaq bezak ishlab, ustiga shokoladlar bilan jijab qo'ysanglar bo'ldi. Xalqan shaklda bezak qilsanglar bo'ldi. Intayin oddiy tez do'konlardami, uylarda mos keladigan bir xil pechenye.